Assalomu alaykum do'stlar. 6-chi, ya'ni imloga oid xatolik turlari aynan bosh harflar bilan bog'liq xatoliklar. Boshladik. Ismlar, taxalluslar bosh harf bilan yoziladi. Biz buni bilamiz. Bunga juda ham to'xtalish shart emas. Ismlar va taxalluslar. Misol uchun cho'lpon bu taxallus ism emas, lekin bosh harfda yoziladi do'stlar. Ikkinchisi joy nomlari bosh harf bilan yoziladi, joy nomlari. Lekin lik qo'shimchasi qo'shilsa, u kichkina harf bilan yoziladi. Masalan, Farg'onalik bo'lsa, bu kichkina bilan yoziladi. Lekin Farg'ona o'zi Chirchiq yoki Avstraliya yoki Toshkent so'zlari bosh harf bilan bo'ladi. Masalan, Qashqadaryo bu bosh harfda bo'ladi. Lekin Qashqadaryolik desangiz, bo'ldi, kichkina harfda yoziladi. Sayyora nomlari ilmiy matnlarda bosh harf bilan yoziladi. Sayyora nomlari. Ilmiy matn, nega aynan ilmiy matn deyapman? Bu milliy sertifikatga bilsangiz bitta ilmiy, bitta badiiy matn tushadi. Mabodo ilmiy matnlarda kelsa, ilmiy matnlarda sayyora nomlari bosh harf bilan yoziladi. Masalan, Saturn, Merkuriy, Quyosh. Ona tilidan milliy sertifikat olmoqchimisiz? Unda bizning 50 daqiqalik onlayn kursimizga hoziroq yoziling. Oliy tashkilotlar va unvonlarning har bir so'zi bosh harf bilan yoziladi. Oliy tashkilot va unvonlarning har bir so'zi. Takrorlayman yana bir bor. Oliy tashkilot va unvonlarning har bir so'zi bosh harfda yoziladi. Nega bunga ko'proq to'xtaldim? Chunki 2026-yilning milliy sertifikatida aynan shu savollar tushdi. Hali bu savollar kiritilmagan edi. 2026-yilning mana bu yanvar-fevralda bo'lgan testida aynan shu savol tushdi. Ya'ni oliy tashkilot nomlari. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hammasi bosh harfda, chunki jahon. O'zim uchun yaratgan qoida, ya'ni o'zi o'qiganman, endi sodda tarzda misol o'zim yaratganini aytadigan bo'lsam, jahon tashkilotlari bosh harfda yoziladi har biri. Masalan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti aynan shu so'z o'quvchim, ya'ni abituriyent aytdi, ustoz mana shu so'z tushdi. Bunda nima bo'lardi deganda, ya'ni men birinchisini bosh harf bilan qildim degan yo'q. Ya'ni jahon tashkilotlari hammasi bosh harfda yoziladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Oliy qo'mondon. Nega Oliy qo'mondon? Ikkalasi ham bosh harfda yoziladi. Chunki bular oliy tashkilot dedim va oliy unvonlar. Oliy sud ham xuddi shunday, ikkalasi ham bosh harfda yoziladi. Tashkilotlar, idoralarning faqat birinchi so'zi ekan. Endi biz bunda oliy demayapmiz. Shunchaki tashkilot va idoralarning faqat birinchi so'zi bosh harfda yozilar ekan. Sog'liqni saqlash vazirligi bunda faqat sog'liqni bosh harfda yoziladi. Ishsizlikni qisqartirish bu ham bosh harfda yoziladi. Birinchisi, ikkinchisi emas, faqat birinchisi. Tarkibida, ya'ni ko'pchilik shu joy bilmaydigan joyi deb o'ylayman. Tarkibida milliy so'zi bo'lsa, aynan shu so'z bosh harf bilan yoziladi. Takrorlayman, o'sha joy nomlari, ya'ni aytiladigan bitta joy nom bo'ladigan bo'lsa, o'sha tarkibida milliy so'zi bo'lsa, bu aynan o'sha milliysi kattada, ya'ni bosh harfda yoziladi. Masalan, Toshkent davlat milliy drama teatri. Milliy drama teatri so'zida Toshkent kattada, milliy kattada. Qolgani hammasi kichkina harfda bo'ladi. Yoki Toshkent davlat milliy universiteti. O'zimiz bilamiz, o'sha Beruniy metroda Toshkent davlat milliy universiteti milliy so'zi bosh harfda yoziladi. Toshkent ham bosh harfda. Qolganlari kichkina harfda bo'ladi. Do'stlar, ko'rishguncha.